Men hech qachon ommaga yig'lab video qilmaganman. Inshaalloh unaqa yuzimni hech kim ko'rmaydi. Lekin bugun yaxshi ko'rgan insonlarimni, musulmon insonlarni oxiratdagi ba'zi holatlardan saqlab qolish uchun qo'yishga majburman shu videoni. Men umuman o'zimni avvalambor oqlamayman. Alloh taolo kimni qanaqaligini juda ham yaxshi biladi. Mani birovga 3-xotin deyishdi. Dubayda videolari tarqab ketgan deyishdi. 4 ta abort qilgan deyishdi. 100 ta odamga qo'shishdi. Birontasini qo'lida isboti yo'q, dalili yo'q. Tinmay g'iybat qilishdi. Inshaalloh oxiratda hammasi qarshimga keladi. Alloh yuzlashtiradi va albatta haqqimni olib berishidan umidvorman. Men hajga borib keldim. Alloh taolo menga shunaqa katta ibodat qilishlikni nasib qildi. Agar mana shu gaplarning birontasi rost bo'lsa, Alloh meni hajimni qabul qilmasin. Shunaqa charchadim.